Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xorveylar, yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Samarqand daryoda nima gap? Tinchmi hammasi? Bugun mana necha kundan beri yomg'ir yog'ib, hamma joyda suv bosib, suzib mazza qilib kelyapsizlar, bilaman. Hamma qop-quruq, lekin Toshkentlikdan farqimiz yo'q. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Hamma yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshimi? A'lomi? Bugun bu stand-up ko'rsatuvining navbatdagi soni va biz bugungi ko'rsatuvimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Bitta gulroz olqishinglar bilan. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech kim aytmagandek, lekin shuncha odam ustimizdan kulish uchun yig'ilibsizlar. Rahmat kelganinglar uchun. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Xo'sh, shu kunlarda shahrimizda nima yangiliklar? Xo'sh, qani gapiringlar qani? Kimda nima yangilik? Xo'p, suv toshqinlari bu yangilik emas aka, bu azaldan. Dunyoni suv bossa, nima edi, Samarqand eng tepada qoladi degandi, lekin birinchi Samarqanddan boshlanyapti aka, o'zi suv bosadi mana. Xo'sh, yana nima yangiliklar yoki nima yomon xabarlar? Yo, qaranglar, qisqa qilib aytgan, nima haromliklar bo'lyapti shu kunlarda Samarqandda? Kim? Elyor Batumidan kelgan, savodagi odamlar, bitta gulroz olqishinglar bilan, mana shunaqa odam bor bugun oramizda. Batumidan kelgan. Kim? Aytgancha, Elyor Batumidan kelgan degan bolani o'zi Elyor bilan birga qo'shilib kelgan Batumidan. Qarochi yo'da nima haromlik bo'lsa birga qilib kelgansizlar, shundaymi? Da, qalay bo'ldi aylanish? Necha kishi bordinglar? 22 kishi. Demak, 22 kishi qullikka rozi bo'lgan sizlarga, shundaymi? 22 kishi qullikka rozi bo'lib ketdi sizlar bilan. Endi necha oy davomida ularni reklama qilib berish kerak? 1 yil davomida endi reklama qilib berish kerak. Shuncha odam olib ketdinglar. Yomon ekansizlar sizlar. Sizlar bankka ishga olish kerak. Yo, seriyozdan bankka ishga olish kerak sizlarni. To'g'risi, ular 5 yilga alda-balda mashinani tiqib oladi. Sizlar 1 yil davomida, baribir, tüm bo'lib blogerlarni olib ketgansizlar. Xo'sh, qanday bo'ldi aylanish? Aylanish avvalambor zo'r bo'ldi. Kontent. Avvalambor zo'r bo'ldimi? Ha. Hech kim aylangan bormagan ekan o'zi. Nimaga borgan ekan? Hamma shu Instagram kirib ketdi, chiqmadi qaytib. Qaytib chiqmadi. Bu tipa enasinga kirib ketdi, qaytib chiqqan yo'q degandek bo'ldi. Xo'p, qana qiziqarli voqealar bo'ldi? Qiziqarli voqealar juda ham ko'p bo'ldi. Yo, to'xta. Qiziqarli voqealar bo'lishi tabiiy. Nima yomon voqea bo'ldi? Shuni gapiring. Yomon voqeani aytib beraman. Qarochi Trabzondamiz. Trabzondan stop. Trabzon bu qayer? Trabzon Turkiyaning bir shahri, Istanbulga o'xshagan bir shahar. Istanbulga o'xshagan bir shahar. Qarochi ketyapmiz, avtobusni hamon bagaj ichkarida ochiq qolib ketgan ekan. Chexa degan bir Chehrona degan qizimiz bor-ku, biz bilan birga ketgan. Nozikina qiz. U qarochi ketyapmiz, bagaj tushib qolgan yo'lda, yo'q bagaj. Yo'q, o'zi ochiq ketyapmiz ekan. Bagaj xona ochiq ketgan, pastdagi. Bo'lgan Icarus avtobuslarinikiga o'xshagan pastda mana qilib ochiladigan. Bagaj ochiq qolib ketgan, bir 3 kilometr o'tib ketdik-da. 3 kilometr o'tib ketdik. Shofer bunday qaradi. Onasi sen bagaj ochiq qo'ygan-ku dedi. Aslida shunday qayta nazorat chaqib, ana endi qidiryapmiz-da uni. Bagajni. Borsak suvni bo'yiga turibdi, Chexani kutib bagaj. Bagaj kutib o'tiribdi, Bor topdik keyin. Eng omadsiz kun shundan boshlandi o'zi. Qaysi pasport bersangmi ajrashadi? Bo'ldi, qiziqarli voqea. Qiziqarlimidi, o'zi yomon voqeamidi? Yomon voqea haqida so'radim. Qiziqarli voqea Elyorda bo'lgan hozir. Elyor, mana Elyorga bitta qani olqishlar bilan Elyor. Samodagi odamlar. Hayotidagi hayotida nima desam, maqsadi yo'q odam bo'ladi-ku. Hech qaysi tomonlama mana maqsad. O'zi yo'nalish nima? San'atmi, blogerlikmi, biznesmi? Yo'q, birortasi. Bo'ladi-da, bir kun emas, bir kun bittasi. Xo'sh, qanday? Xush kelibsiz konsertimizga. Assalomu alaykum hammaga. Aka, men shu gapirib berishimdan oldin bitta qarg'a bo'lib bersin. Bitta eshitinglar. Ey, 15 ta kam kal qarg'am birinchi marta ko'rishim lekin. Pashti tepa keldi bu ham. Elyor. Men o'zi ikkita qushni o'xshata olaman-da. Bittasi qarg'a, bittasi ayol qarg'a. Ayol qarg'a o'xshatdingiz. Ayol, xo'p, Elyor, qana, hayot qanday? Zo'rmi? Yaxshimi? Zo'r. Nima uchun deng? Nima uchun? Qarg'a bo'lib berdi-ku, o'sha kundan keyin ajrashishni boshladi. Telefonni olgan, kommentga yozma hech bo'lmasa deyapti-da xotiniga.
Bu значит oilaviy tema. Oilaviy tema bu. Oilaviy tema. Значит sizlar bilasizlar bu narsani. Keyin bu kontent qo'ygandan keyin kommentariyada "Elor bitta qarg'a bo'lib bering" deb yozilgan. Yo'qda samodaga ayoli telefon qilib kommentga yozgan-ku, bu telefon qilib hech bo'lmasa kommentga yozma deyapti-da. Hamma o'qiydi uni-da. Xo'p, mayli. Elor, o'zingiz haqida gaplashaylik, o'zingiz haqida. Men haqimda gap yo'q, hammasi shu Instagramdagi gaplar. Ya. Bu bu bolan hayotda nima haromliklar qilib yurishini biz bilamiz-ku baribir. Elor, ijod qanday ketyapti? Orqasini to'ldirib, agar uni ijod deb bo'lsa-da. Yo, nimaga? Yo, har kimga ham emas. Har kimga ham emas. U bola o'zi noldan boshladi. Bitta profilni olib, ko'tarib, uni boost deganda endi rivojlantirib, hozir 36 mingta. 136 mingta podpishchik yig'ib, tekin tasadduqlarni yig'ib, o'shalarga shaharda qayер nima arzon bo'lsa, o'shani reklama qiladigan bola mana shu bo'ladi. O'shani sotyapmiz. Nima profil yapsizlar? Yo, o'sha arzon narsani sotyapmiz. Ha, sizlar arzon narsani sotyapsiz. Конечно, o'shaning uchun qilingan-ku bu hammasi. O'shaning uchun qilingan. Kulishini qaranglar, tishini venir qildirgan bu bola. Tishini venir qildirgan. Oldi umuman kulmasdi, ishoninglar, oldi вообще kulmasdi. Bu bolaga o'zim bitta laqab ham qo'yganman orada. Aytmayman, mayli, xo'p. Kamchik desam hozir xafa bo'lib qolish mumkin. Aka. Netanyahu tova qildi. Yo'q, xo'p, Elor, hammasi normal, hammasi chotki, kamchilik yo'q. Zo'r aka, hammasi yaxshi, xudoga shukr. Hammasi yaxshi. Значит, nimadir neto. Значит, nimadir neto. Hammasi yaxshi bo'lmaydi. Hech kimda yaxshi emas. Hammada nimadir problem bor, to'g'rimi? To'g'ri. O'shaning uchun bu hammasi yaxshi deyishiga ishonmaydi hech qachon. Yo, yaxshi aka. Yaxshi. Xotin shunaqa degan majburlikda aytdim. Xo'p, mayli, Novoga taqdirdan xush kelibsizlar konsertimiz. Ha, bo'ldi, beraveringlar, uzataveringlar. Kim, yo, Farruxga bermanglar iltimos. Hozir qo'shiq aytib yuborish mumkin deydi-ku. Xo'p, mayli. Demak, bugungi stand-up konsertimizni boshlaymiz. Demak, bugun komiklarimiz o'zlarining ajoyib hazillarni tayyorlab kelishgan va biz buni hazillarni hozir sizlar bilan eshitishni boshlaymiz va yana bir narsani eslatib o'taman. Bugun bizda yana bir ajoyib san'atkorimiz bor. Bu san'atkorimiz kimligini sizlarga oldin aytmayman, bu sir bo'lib qoladi. O'shaning uchun biz komiklarimizdan boshlaymiz va badiiy san'at markaziga Abror Pistonchiyevni taklif qilamiz. Marhamat. Ozroq qo'lib og'rib qoldi. Ham yomg'ir yog'di, hamma joyga suv toshib ketdi, suzib chiqib, taksida ham eshikka qaytib keldik. Yomg'irdan keyin shu nogironlar ham ko'payib ketadi. Assalomu alaykum hamma. Nag'zmishmi? Nag'zga aytamanmi? Koroton nag'zmi? Nag'z, xudoga shukr. Bo'ldi, tojik tilida hamma so'zim tugadi. Tugadi. Men bugun konsertda sevgan qizim haqida gapirib bermoqchiman. To'g'ri, uncha hammaga ham qiziq, kulgili emasligi mumkin, lekin men hozir aytib beraman, juda kulgili narsa. Sevgan qizim borda, tug'ilgan kundan 1 kun oldin yozishni boshlaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishoninglar, umrida birinchi marta bunaqa to'liq salom beryapti-da, erkalanib. Assalomu alaykum. Yo, jonimlar keyin aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qorningiz to'qmi? Qalin kiyinganmisiz? Yozda qanday qalin kiyinish mumkin? Kurtka, dublyonka-da, tepada. Meni tug'ilgan kunimdan 3 kun oldin urushni boshlaydi-da. Yo'q joydan anaqa sabablar topib qoladi-da. Men bugun soat 3 da telefon qilganimda siz ko'tarmagansiz. Men sizdan xafa bo'ldim. Hamma joydan bloklab tashlaydi. Keyin tug'ilgan kunimda 2 kun o'tgandan keyin menga yozadi. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Unda assalomu alaykum yo'q. E'tibor beryapsizmi? Assalomu alaykum yo'q. Tug'ilgan kun o'tdi-da. Men sizga sovg'a olib qo'ygandim. Sizni telefon qilishingizni kutdim, yozishingizni kutdim. U qanaqa qilib logichni не может быть-da, hamma joydan bloklab tashlagan, qanaqa qilib telefon qilish yoki yozish mumkin-da unga. Yana bezrayib sizga sovg'a olib qo'ygandim. Qani ko'rsat sovg'ani desa, tushib turadi-da. Telegramda rasm keladi. Naski, britva, rumolcha,
bo'lsa oldida bitta dezodorant bo'ladi-da. Uni yana bitta xarakteri bor. 8-marta yaqinlashaversa, uydagilar bilan tanishtirish boshlaydi. Unda ayollar bilan-da faqat. Onasi, singlisi, opasi, xola ammasi bilan ham tanishtiradi-da. 7-mart kuni hammasi ketma-ket telefon qilib chiqadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, o'g'lim, charchamayapsizmi? Qorningiz to'qmi? Ovqatlanganmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qalin kiyinganmisiz? Onasini ham farosat etmaydi, issiqda qanday qalin kiyinish mumkinligiga. Men hayron qolaman-da. Men bu o'tgan safar mombolan olib chiqdim. Hal bo'lmabdi-da bu mombola. Hali ham shu bugun ham shu yomg'ir, boshqa to'dim. Malika hozir bu mombola haqida gapirmoqchi emasman-da. Men nohaqlik haqida gapirmoqchiman. Ama o'ylashim bo'yicha bizning uyda ham nohaqlik bor-da. Misol keltirib beraman. Uyda ukam bilan gaplashib o'tiribmiz. Nariga xonadan dadam baqiradi. "Ey, pastroq gapir! Televizorda o'zi eshitilmayapti." Shu qo'lida pul turibdi-da. Ne o'zini balandroq qilib bo'ladi-ku, misol uchun to'g'rimi qilsa bo'ladi-ku. Keyin dadam aytadi. Kechqurun soat 9 dan keyin ko'chada yurma. Bu sana мнениеңga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Soat 2 da o'zi ichib kirib keladi-da. Yo, ichib kelib jimgina joyga yotsa bo'ladi, yo'q. Unangni. Undan ko'ra kechqurun 2 gacha ko'chada yurganim yaxshi emasmidi? Men oilada ikkinchi farzandman-da, o'rtacha farzandman. O'rtacha farzand bilasam, nimaga o'xshaydi? Men bu birinchi farzanddan keyin uchinchi farzand tug'ilish uchun sababchi bo'lgan insonga o'xshaydi-da. Birinchi farzand tug'iladi, o zo'r, o havas qilib, orzu qilib yetishilgan farzand. Ikkinchi farzand shuni olatda qarab turadi. Chota o'xshamatdi, davay keyingi setda harakat qilaylik deganda-da. Ikkinchi farzand keyin bilasizlar nimaga o'xshaydi? Kola ichasizlar-ku, kola ichgandan keyin yana nimadir ichkilar keladi-da. Pepsi ichaman desanglar, Pepsi ham sal kolaga yaqinroq. Keyin Fanta ichasizlar. Ash Pepsi man-da, ishoninglar, ash Pepsi man. Tanlanmay qolaman-da shunaqa. O'rtacha farzand yana bitta narsaga o'xshashi mumkin-da. Men bu ikkita orol bo'ladi-ku. Ana shundan birinchisidan ikkinchisiga o'tishda suzib o'tish kerak bo'ladi-ku daryoda. Ana shu daryo manda. Birinchisi bilan ikkita narsani orasini bog'lab turadigan odam bo'laman-da. Men shunaqa odamman, dadamni gaplariga men ishonaman-da. Men dadamni aytganini qilaman har doim. Dadam menga adashmasam shu hamma o'g'il bolaning otasi shunaqa gapni aytgan. O'g'lim, sani hurmating va qadring bo'lmagan joyda 1 sekund ham qolma. Dadam aytdi. Men ishonaman bu narsaga. Bu narsani eshitganimga 2 yil bo'ldi-da. Shu kungacha hali beri uyga borganim yo'q. Men qizlar haqida bu gap boshladim. Bitta narsa aytaman. Qizlar bor-ku, mana g'alati savollar berib qo'ylar bilasizlar. Agar men o'layotgan bo'lsam, tirik qolishim uchun xiyonat qilish kerak bo'lsa, siz nima qilasiz? Xiyonat qilasizmi yo o'lishimga jimgina qarab turasizmi? Sen tirik qolishing uchun bu xiyonat qilaman desa ham bo'lmaydi. Seni o'lishingga rozi bo'laman, unga xiyonat qilmayman desa ham bo'lmaydi-da. Bu qanaqa logika qizlar? Mana shu yoqqa mana 3 ta qiz kelibdi-da, qanaqa logika qizlar? Nima qilish kerak shu vaziyatda? Bu savol javobini hech kim bermaydi, baribir. Undan ko'ra tinchgina chiqib ketganim yaxshi. Rahmat sizlarga, mana hozircha shular. Ben shuni aytmoqchi edim o'zi.
Zapis bo'lmayotgan ekan-a? Xudoga ham shukr deyman lekin shunisiga. Zapis bo'lgan. Buni ko'rib odamlarning ancha psixikasiga o'ynashimiz mumkin-da. To'g'risida u odamga moralniy ущерб yetkazishimiz mumkin. Ertaga ustimizdan yozib, za moralniy ущерб deb ana sudda talab qilishi mumkin-da u odamlar. No bo'lgan taqdirda ham o'tgan safar lekin ko'proq narsa bo'lgandi. Harakat qilamiz, keyingilarning ustida ishlaymiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Abror siqilma uka, seni ham davolashadi. Yaxshi bo'lib ketadi hamma. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Siqilma, zo'r bo'ladi. Demak, do'stlar davom etamiz va biz navbatdagi komikimizni hozir Badiiy san'at markaziga chorlashimiz kerak va bu navbatdagi komikimiz to'g'risini aytsak, bu inson hali birinchi marta sahnaga chiqyapti va o'zini birinchi marta omma oldida sinab ko'rmoqchi. Bu bolani siz ham biz ham hech kim tanimaymiz. Shuning uchun qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab turasizlar, chunki katta sahnaga endi uncha katta emas, shu mana kichkinagina sahnamizga birinchi marta qadam qo'yayotgan inson Shohrux. Bitta gulroq olqishinglar bilan marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum hammaga. Kim ekan bu kelishgan? Xushbichim, chiroyli yigit deb o'ylayotgan bo'lishlaringiz mumkin. Ismi Abror, hozir chiqqan bola. Ismim Shohrux. Yoshim 24 ta. Aytgancha, yaqinda Yevropadan keldim. Da qarsak chalishga arziydi. Rossiya Yevropada, kim bilmasa. Da, u yerda ismimni qisqartirib, Shoh deb chaqirishardi. Hozir O'zbekistondaman. Pulim tugadi. Ishsizman. Gadoydan farqim yo'q. O'zga yurtda shoh bo'lguncha, o'z yurtingda gadoy bo'l. Mana shuni aytsa kerak. Yaqinda bir tanishim Shohrux, sevgan qizing bormi? deb so'radi. Men aytdim, yo'q. Seni kim ham sevardi? Turishingni qara, botanik. Nima ham deyman, dadam. Ayrim qizlar folbinga borib, qaysidir yigitni o'ziga istib olar ekan. Axir bu naqadar qabih ish. Lekin men xotirjamman. Chunki qizlarning farosati bo'lmasa ham didi bor. Lekin boshqa tomondan o'ylab qarasak, o'sha folbinga beradigan $50 menga bersa, butun umr sevishim mumkin. Agar yana 50 ming qo'shsa, dugonasi ham sevishim mumkin. Chota ovoz past chiqyapti nimagadir? Odamlar orasida mish-mish yurar ekan. Qaysidir yigit nonning o'rtasini ko'p yegan bo'lsa, kelajakdagi xotini chiroyli bo'lar ekan. Agar bu gapga ishonadigan bo'lsak, meni kelgusidagi xotinim qanaqa bo'lar ekan? Axir men umrim bo'yi bo'g'anga yeganman-ku. Da-da-ku. Kim o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan? Faqat menmi? Da. O'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Da. Chuqur depressiyaga tushgan paytim Rossiyadaman da. O'zim yashaydigan xonadonning tomiga chiqdim. Da. 30 qavatli tomga chiqdim. Ishonasizlarmi? Shahar Shanghai chiroyli ekan. Yashagim kelib ketdi. Da. Manzara prosta zo'r. Bitta kaynak bilan sigaret bo'lganda zo'r ketardi. Tak. Hozir ko'pchilik ingliz tilidan qanaqadir daraja olyapti-yu, qizlar nima deyiladi?
ingliz tilidan daraja olyapti-yu hamma. Da o'shanaqa bor meni ham. Da qanday chalish arziydi, o'shanaqa bor menda ham. Da, rostdan qayerga qaramaylik o'shaga ahvol. Aynis qachon topshirasan? Qachon olasan? Ha, takoy. O'tgan hafta jiyanimdan so'radim. Qachongacha sudralib yurasan? Sen qachon aynis olasan? Nima qilib bishosh bo'lsa? O'qisin, olsin. Ingliz tili deganimga bir voqea esimga tushib ketdi. Bundan bir necha yillar muqaddam men ham ingliz tili kurslariga qatnaganman. Kursga keladigan bir qiz menga yoqardi. Ya'ni o'qituvchim. Rostdan shunaqa bo'lgan. Qalbimning to'p-tubida kurtak ochgan. Bu musaffo sevgimni izhor qilish uchun o'zimda kuch topdim. Minglar afsuslar bo'lsin kim? Bu sevgim rad etildi. Nima qildi? Nima qildi veligimda rangi pishdi bo'lsa? Bu pandavaqi butun umr shu birgina velikda yuradi o'ylaganda. Bevafo. Oradan hech qancha vaqt o'tmay veligimni sotdim. Endi u ham yo'q. Hozir absolyutni peshkomman. O'zimning yuksak intellektim va so'zamolligimdan foydalanib qizlarning ko'nglini zabt etishim mumkin. Ko'rib turganlaridek boshqa variantim ham yo'q. Kecha jiyanimdan so'radim. Jiyan. Jiyan, zerikmayapsanmi? Kel multik ko'ramiz desam, jiyanim qanaqa multik, tog'ashki? Hujjatli film ko'ramiz. Hujjatlarga asoslangan. 5 yosh. Ma'lumot o'rnida aytishim mumkin. Nafaqat ana smurflar. Dash men ham qo'rqaman, ana Gargameldan. Hozir ham qo'rqaman. Ana o'rdak pandani asrab bo'lgan ekan. Men yaqinda bildim shuni. O'zim ham aytdim, panda tuxumda ichidan chiqmasa kerak. Takoy. Jiyanim o'zidan katta kuchukni ariqqa tiqib, kallasini suvga bostirib so'roq qilyapti. Kuchukni so'roq qilyapti, jiyanim, 5 yosh. Ko'ptogim qani tvatcha? Bir haftadan beri tapchikam yo'q. Hozir qusasan haroma. Takoy, jiyanim. Amen bo'lsa. Paspon kichikchalar dunyoni qutqaradi. Ha, he. Ana kichik ariqda ichida uni kimdir qutqarish kerak. Yaqinda bir tanishim afsuski sariq kasal bo'ldi. Juda ham afsusdaman. Juda ham xavotirdaman. Chunki yana bir marta sariq kasal bo'lsa, o'sha qizil maydonda dunyoni tark etishi mumkin. Takoy. Kim zig'ir yog' reklamasini ko'rgan? Kim ko'rgan? Hech kim. Reklama qilish kerak. Menda ideya bor. Reklama ideyasi bor.
Tasavvur qilinglar, Zig'iryoq oilasidagi holat. Qizim, axir bu nima qilganing? Ey mushtipar volidam, bir qoshiq moyimdan keching. Ichim qoralik qilib, gunoh ish qilib qo'ydim. Qo'shnimizning o'g'li paxta yog'i bilan nimalar qilib yuribsan? Axir sen bizning oilamiz shanaga dog' tushirding. Dog'langan zig'ir yog'lari. Korzinka do'konlarida. Tako. Reklama ideyasi. Menga qorachadan kiyingan qizlar yoqadi. Chunki bitta oilaga bitta oq yuzli yetarli. Mash'um xabar. Yaqinda mahallamizda Umid ismli yosh yigit suvda cho'kib o'ldi. Afsusdaman. Bir befarosat, badxulq o'rtog'im ta'ziyaga borib, marhumning ota-onasiga bu kun hammaning boshida bor. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Umidingizni cho'ktirmang. Cho'kmaganda o'lmasdi-ku. Tako. Yaqinda bir qiz bilan tanishmoqchi bo'ldim. Men bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, shartlarimga rozi bo'lishingiz kerak deydi. Shartlari bor ekan, o'zicha. 4 xonali uyim bo'lish kerak ekan. Shahardan. Zaratga qo'yiladigan mashina nima deylardi? O'shanaqa bo'lish kerak ekan. Istanbulga sayohat. Takoy. Qolganini hozir eslolmayapman. Qog'ozchaga yozib olgandim. Qog'ozchaga hozir bir daqiqa. Uzr. Nima deyotgandik? Sayohat. Da. Shartning davomi takoy nonushtaga har kun oq otdan qazi, yuragimda bo'lsa o'q o'tmas tizim, o'tma qizil, oshxona emas joyim yuragingda. Hammaga rahmat, hozircha menda shular. Razol bir tarafga tortib ketganmi deyman, Shohrux faqat. Boyatdan beri chaqiraman mana yerda. Bo'ldi, tugadi. Mamna qilib turaver, faqat mamna qilib turaver ekan. Nima bo'ldi? No, в принципе, o'ynamas birinchi martasiga. Yaxshi. Ha. Baribir ishlasa odam bo'lmaydi, baribir, to'g'ri. Nima deyotgandik? Hammasi yaxshimi, hammasi normalmi? Sizlarga yoqyaptimi? Qizlar qalay? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hammasi chotkimi, zo'rmi? Bir-biringlarni qo'lini qo'rqmanglar, odam yeb qo'ymaydi sizlar hech kim bu yerda. Yo'q, shundan keyin ham qo'yib yuryaptimi? Shuncha gapdan keyin ham. Moshon qiziga qattiq ushlab olgan. Qizarmanglar, yaxshi o'qishlar. Hammasi yaxshi o'qishlar. Sizlar studentmisizlar? O'qiysizlarmi? Qayerda o'qiysizlar? Bitta mikrofon beringlar shu qizlarga. Ozgina. Shuncha vaqtdan beri biron marta shuncha vaqtdan o'zi ikkinchi konsert, shuncha vaqtdan beri to'g'rimi yana. O'zi ikkinchi konsert bugun. Qizlar bilan ozgina suhbatlashaylik. Assalomu alaykum. Ha, gapirib qo'rqmang, prosta gaplashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qo'rqmayman, prosta qo'rqitib qo'ymayapman-da, sizga gapirib. Ikkita bolasi bor otani siz nima bilan qo'rqitmaysiz? Men tushunmayapman lekin. Qayerdan bilasiz? Men ham bolamni eshitadir balkim. Bibilarim bordir. Bibijon bo'lishim mumkin. Bibi, yo'q, siz hozir qaysi tilda gapiryapsiz?
Bibi qaysi tilda deb o'ylaysiz? Bebi ingliz tilida. Значит, ingliz tilidan yaxshi o'qiysiz. Ingliz tilida yaxshi o'qiysiz. IELTS'ingiz bor edi. Значит, deydi. Kompyuter yaxshi tushunasiz deganda. Ismingiz tanishtirmadingiz. Aziza. Aziza, bitta gulroz olishinglar Azizaxonga. Azizaxon xush kelibsiz. Birinchi marta kelishingizmi? Ha, Birinchi marta kelishingiz. Kim taklif qildi siz konsertga? Abror aka. Ey! Sharmanda bo'lishimga hamma guvoh bo'lsin degan ekansan-da. Ay, his-yo, yaxshi. O'qiysiz, ishlaysiz? O'qish qayerda o'qiysiz? Qaysi? Samdu. Iqtisod yo'nalish. Iqtisod yo'nalishida. Iqtisod yo'nalish. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kelajakda katta odam bo'laverishni ko'ramiz. Katta odam bo'lmoqchi. Mana shu yerda hamma katta odam bo'lmoqchi bo'lganda. Hammasi katta odam bo'lmoqchi. Konservatoriyani bitirgan, kooperativniyni bitirgan, orqasidagini ham Samduni bitirgan, uni orqasidagi ham kooperativniyni bitirgan. Qaysi selxoz ishqisiyo? Yaxshi, konservatoriya. Samarqand magazinini bitirgan. Umuman o'qimagan. Sen ham Samguni bitirganmisan? Seryozni. Samguni bitirganmisan? Rostam. Qarang, hammasi katta odam bo'lmoqchi bo'lgan mana shularni, hammasi. Ishoning, oliy toifali mol doktorman men. Oliy toifali. Qilib yurgan ishimni qarang. Ishonmasangiz, eng qizig'i to'ylarda boshlovchilik ham qilaman. Yo'q, hazillashmayman men, bu rost. Qarang, orzu havas bilan o'qishga kirgansiz. Nechinchi kurssiz hozir? Birinchi kurs. Ha, gap yo'q-da. Birinchi kurs, 4-kurs bo'ling. Xudo nima bo'lsa ham ish topay degan tushuncha bo'ladi-ku, kim o'zi. Asli yetib keladi 4-kursda. Hali emas lekin. Aspiranturadagilar aka yuribdi. Ana taksida kontraktimni pulini to'lashim kerak edi. To'g'risida taksida yuribdi. No, birinchi men IELTS bor. Bebilarim dedingiz-ku? IELTS yo'qmi? O'ynalib ketaman. IELTS yo'q, bebilarim deb gapiryapsiz mana yerdan, lekin. U bebi boshqa narsa. Bibijon dedim, adashmadim. Siz qayerliksiz? Samarqandlik. Samarqand qayerda? Narpay. Aha, хорошо. Bebijon nima degani u? Bizga tushuntiringchi? Mikrofon, qo'lingizdagi mikrofon. Qo'rqmang, u gapirsangiz bo'ladi unga bemalol. Yo, gapiringchi, qani bir gapirib ko'ringchi. Yo, u yerda просто запись bo'ladi. Apparatda запись bo'lishi kerak ovoz. O'shaning uchun. Tushunarli. Rasmiyatchilik uchun. Rasmiyatchilik. Hamma shivada har xil bebijon, bir xillar buvi deydi, bir xillar o'zi dunyoga keltirgan onasi. Katta onasimi, ayasimi? Bilmadim, hamma har xil aytilar bu yerda. Nanajon. Nana o'lsin, Xudoyo, saryotirda da shunaqa. Nima bo'lgan taqdirda ham sizga omad, mana shu o'qishingizni yaxshi bitirib oling. Nima qilsa ham bitirib oling shu o'qishingizni. Katta odam bo'lish keyin o'ylab ko'rsangiz ham bo'ladi. Chunki o'qishni bitirib olguncha baribir hali ko'p gap so'zlar bo'ladi. Azizaxonga bitta gulroz olishinglar. Rahmat Azizaxon. Rahmat. Xo'sh. Tanimagan odamlar bilan bir gaplashaylik. Tanimaganlar, bu taraf polni tanish. Qarindosh, urug' hammasi yetib kelgan mikrofon. Birinchi qatordagi odamga. Mikrofon, tez, srochna. Oling mikrofonni. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sizni konsert boshida ko'rmadim. O'zingiz tanishtirsangiz, iltimos. Iltimos, savolga javob bering. Nimaga kulyapsiz? Assalomu alaykum, xush kelibsiz bu stand-up konsertimizga. Ismingiz? Aha, ismingiz? Hozir gapiring mikrofonga, Ismim Sabirqi, kuldiraman. Ismim 27 yil oldin Dadajon edi. Aha. Meni bir 15 kundan beri Yunus bo'lib yuribman. Ismni o'zgartirdim oxiri. Siz omad ismga bog'liq deb o'ylayapsizmi? Oxiri shunda deb o'yladim. Xo'p, ismingiz Yunus. Tanishganimizdan xursandmiz. Yunusjon, konsertimizga xush kelibsiz. Nima faoliyat bilan shug'ullanasiz? Ya, siz haqingizda, sizda yon atrofingizdagi odamlar ko'proq bilishar ekan. Siz haqingizda. O'zingiz haqingizda? O'zim yaxshi bilasiz-ku aka. Yo'q, men tanimayman. Yunus degan tanishim yo'q edi. Mana endi tanish bo'lyapmiz, xudo xolasa. Xo'sh, nima faoliyat bilan shug'ullanasiz? Taksist. Bekorchilik, taksist. Bundan oldin nima bilan shug'ullangansiz? Bundan oldin ham shunaqa. Nahotki butun umr bekorchilik.
Qayerda? Aha, voy. Qayerda bitirgansiz? Selxoz. Men sizlarga aytdim-ku. Hamma institut bitirgan ham katta odam bo'lavermaydi. Mana bekorchi mana. Chisti taksist mana. So'zim isboti bilan. Xo'sh, hobbilaringiz bormi? Bor. Nima hobbingiz bor? Futbol o'ynayman aka. 20. Hobbi emas, hayot. Futbol o'ynash bu hobbimi? Hobbi. Necha yildan beri futbol o'ynaysiz? 17 yil bo'ldi aka. 17 yildan beri futbol o'ynaysiz. Biror bir professional ligada, biror joyda Ozgina qolgan-u, bo'ladi. ozgina qoldi chiqishingizga. 17 yilda odamlar futboldan chiqib ketyapti o'zi. Siz hali endi kirishingizga endi ozgina qoldi. Boshladim yana aka. Ikkinchi ligada. Ikkinchi liga xotira, faqat atboyga tepadiganlar, ha? Atboy, damoy deb, ha? No, prinsip ichidasi bo'ladi. Oilaviy sharoitingiz? Yaxshi aka. Hammasi yaxshi. Yaxshi. Bo'ldi, mikrofonni olsanglar bo'ladi qo'lida, bo'ldi. Rahmat. Yunusjonga bitta gulroz olishinglar. Rahmat. Молодец. Zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Xush kelibsiz. Bardavom bo'lsin. Keyingisida ham keling, keyingisida ham kutamiz biz. Kelmaysiz o'sha. Bo'ldi o'sha. Asli chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Biz o'zi 7 da boshlagandik. Nimaga kechib kelyapsiz buncha? Uzr kechirasiz, biz erta boshlab. Har doim har bitta konsertimizda eng kechikib keladigan odam ana shu eshikdan kiradi, aylanib kelib mana shu birinchi qatorda oxirgi stol joyga o'tiradi. O'tgan konsertimizda ham xuddi mana shu yerda bitta kechikib kelgan odam bor edi. Xuddi mana shu. Taklif tomon bermadik, kelishingizni xohlamaganmiz, shuning uchun bermaganmiz. Xo'p, davom etamiz do'stlar, davom etamiz va biz navbatdagi komikimiz hozir Badiiy san'at markaziga chorlashimiz kerak. Biz davom etamiz va hozir Badiiy san'at markaziga yana bir inson chorlashimiz kerak va bu inson hozir to'g'risi stand-up tarixida o'zi bunaqa narsa kamdan kam bo'lgan va bu stand-upga mana shunaqa yangilik kiritmoqchi bo'lgan insonlardan biri hisoblanadi. Xushvaqt Ravshanov, bitta gulroz olishinglar bilan marhamat. O'zingni bos. Sen kimsan bilasam? Yo'q. O'zi kimsan bilasam? Yo'q. Sen kimsan bilasam? Yo'q. O'zi kimsan bilasam? Yo'q. Turasan, yeysan, ichasan, yotasan, o'zi sen nega keraksan? Ha? Turasan. Assalomu alaykum hammaga. Men bugun hazil aytaman. Bir kishi menga yordam berish kerak bo'ladi. Aka siz keling. 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 Ushlab turing buni. O'tiring bemalol aka. Mana bu yerda mavzular bor, men esimdan chiqib ketib qoladi-da. Aytib turasiz. Sizga qarayman aytasiz, tushundingizmi? Xo'p. Birinchisi tanishtir. Assalomu alaykum. Men ismim Xushvaqt, familiyam Ravshanov. Nimaga har safar chiqsam ko'pchilik taniydi o'zimni. Nimaga har safar chiqsam o'zimni tanishtiraman? Dadam aytadi-da, dadam yo izdivasa qiladi yo ustimdan kuladi-da. Xushvaqt deydi, sen deydi sahnaga chiqsang o'zingni tanishtir. Nimaga desam, ana odamlar esda tez qolasan-da deydi. Sen birovlarga o'xshab misol uchun nima deydi? Esda qolaydigan bir niyabishni tarafing yo'q-da deydi. O'sha uchun ism familiyangni aytsang esda qoladi deydi-da. Keyingiz xunuk bo'lganman. Bilaman. Mavzu nima? Mavzu shunaqa. Xunukligingizni aytyapsiz. Ha. Men kichkinaligimda juda ham xunuk bo'lganman-da, to'g'risi. Ayam men dunyoga keltirgan vaqti meystra olib, mana tabriklayman, o'g'illi bo'ldingiz degan vaqti ayam qo'lga olib, iloji bormi shuni boshqasiga alishtirib bergani degan. Keyin doktorlar, "Yo'q, nima deyapsiz? Bu sizning o'zingiz o'g'lingiz, bunday qilmang" degan. Keyin dadam harakat qilib ko'rgan. Qo'lda sigaret. Doktor iloji yo'qmi? Yo'q, u iloji yo'q. Bu o'zingiz farzandingiz. Bo'pti, hatto shuni qora paketga o'rab beringlar degan. Keyingisi. Yuzingga nima qilgan dedi? Ha? Yuzingga nima qilgan dedi? Kuygan aka kichkinaligimda nima? Ha. Mavzu qanaqa ekan? Mana Elyor akani taniysizlar, samodagi odamlar. Bir kun oldimga keldi, uka dedi, yuzingga o'zi nima qilgan dedi. Shu kichkinaligimda shunday spiralga kuygan desam, kulgisi kelyapti-da akani. Kulgisi keladi, lekin vijdoni yo'l qo'ymayapti-da. Uka dedi, sen uyalma bundan dedi. Ya'ni izdivasang qilib qo'yadi, uyalma dedi. Bitta gap bor ekan-ku ruschada. Shiram ukashajinni o'shanaqa gap. Shunaqa gapni aytdi-da, aka ketdi oldimdan. Ketdi. Gaplashib turman, 10 minutdan keyin qaytib kelib, "Xushvaqt, nima operatsiya qilib ko'rmading?" dedi. O'zingiz aytyapsiz-ki, hozir mana Shiram ukajinni mujik deyapsiz dedim.
nimaga yana unday qilyapsiz, bu gapni aytyapsiz desam, yo endi ertaga farzandli bo'lasan, keyin bari gapirishlari bor deydi-da. Bir qarorga keling-da aka. Keyingisi aka. Sevgan qizim Sub-Zeroga o'xshatardi. Ya u meni o'xshatadi aka. Ha, xo'p, mavzu. Sevgan qizim Mortal Kombat o'yinidagi bor-ku, Sub-Zero bilasizmi? Muzota, suvota, o'shanga o'xshatadi-da. Men ahmoq xursand bo'lib yuribman. Ha, u ham kulishgan, baqvat, yuzda shramlari bor. Shunga o'xshatyapsan desam, "Yo'q" dedi. "Nimaga unaqa deyapsan?" desam, "Uni ham, seni ham farosating yo'q, gapirganda tupurib gapirasan" deydi-da. Keyingisi. Ota-ona ruscha. Yo, qarsak aka. Qarsa ya. Ha, qarsak. Ota-ona ruscha mavzu 5-chi. Ota-ona ruscha? Ha. Bilasizlarmi, kichkinaligimizda ota-onalarimiz bir-biri bilan gaplashganda bolalar tushunmasin deb ruscha gapiradi. Пожалуйста, 1 minut, ha? Esinglarda ya? Uni tushunib olganimizdan keyin o'sha imo ishoraga o'tishdi. Ashunga o'tib olishdi, ha? Keyin uni ham tushunganimizdan keyin ko'z bilan gapirishga o'tdi. Ana shuni tushunmayapman-da. Kim yaxshiroq biladi shunaqa? Yaxshi. Ukam 2007-yil. Tabriklayman. Uka, ha, xo'p. Meni ukam bor 2007-yil, dadam oldiga kelyapti. "Dada" dedi, "Men qachon uylantirasiz? Yoshim bir yoqqa borib qoldi" dedi. "Hali men uylanmaganman-da. Tushunyapsizlarmi? 2000-yil bo'lib." Shu gapni aytdi, "Tez-tez uylantiring, bunaqa bo'ydoq yurish jonga tegdi" dedi. Sizlar to'g'riroq tushunishinglar uchun men hali bu gapni aytishga barvaqt deb yuribman-da, 26 yoshda. Men jo'ramga ana pomidor bodringga xiyonat qilib tarvuz tug'adi-ku. O'shanaqa videoni bir-birimizga tashlab o'tiramiz-da. To'g'risi. Bu buncha shoshadi deyman-da. Keyin Samarqandda men imperi kuchli bo'lgan yagona komikman. To'g'risi. Misol uchun Liboy mavzu beringlar, joyida improvizatsiya qilib hazil aytaman. Liboy mavzu misol uchun. Nima mavzu aka? Qarg'a? Ya, qiyin-da u aka, boshqa mavzu beringlar. Nima mavzu? As? Ayol qarg'a? Ha? Ha, bo'pti. Bir kuni ayol qarg'a uchib ketayotdi. Men dadam bilan o'tirgandim, 2007-yil ukam kirib keldi. "Dada, men qachon uylantirasiz? Yoshim bir yoqqa borib qoldi-ku" dedi. Men 2000-yilman-da, shu yoshda men jo'ram bilan bir-birimizga bodring, pomidorga xiyonat qilib tarvuz tug'adi-ku, shunaqa videolar tashlayapman. Rahmat. Rahmat aka sizga. Kattakon. Nima? Nima dedi? Imperi kuchli. Ha, men aka u zo'rmi? Rahmat aka. Kettiring bir yotadigan bo'lib. Rahmat. Endi esa kuchli hazillarga o'tamiz. Endi odamlar ustidan kulishga o'tamiz, nagili. Suhrob aka keling aka. Keling. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? O'tiring aka. Ya, men bitta savol-da, Elyor aka. Mana stand-upga keldingiz, videolarda ko'ryapsiz. Saviyamiz tushib ketyaptimi aka bizga? Saviyamiz yaxshi bo'lmayaptimi stand-up? Bunday umuman bo'lmayapti. Nima aynan Suhrobni chaqirdik deyman-da. Nimaga? Ana bemaza qovunning urug'i ko'p deydi-ku. Bitta Farruh akaga hazırlash aka, keling desam orqasidan kel. Ertaga ana Farhod akani ham olib kelinglar agar. Nasib kelaman, sherda o'zi. Sherdan? Ha, rahmat. Xo'p. Suhrob Tursunov. Suhrob shunchalar xunukki, Suhrob Liboy bir bo'yanmagan qiz bilan bellashsa yutib qo'yadigan darajada. Shunday. Rahmat. Hazırlarim uchib ketdimi? Rostlanib uchib ketdi o'zi. Ha, men turibdi ekan. Suhrob suyagi yo'q. To'g'risi suyagi yo'q. Ko'rgan odam Suhrobga qarab, bir qop suyagi bo'lib yotdi-ku, nima unaqa deysan, deyishinglar mumkin. Suhrobni ko'proq qizlarga suyagi yo'q, mana pivaga suyagi yo'q. Shunaqa narsa. Ha. Suhrob ko'p kino ko'rgan. Bilasizlarmi, Amerika kinolarida otasi boy bo'ladi-da, milliarder bo'ladi, bilasizlarmi? Milliarder bo'ladi-da, o'g'lim dedi. Sen dedi,
qiziqishlaring qo'llab-quvvatlayman deydi-da, ishlab pul yuboradi. Ana o'g'lim ozgina harakat qiladi-da, pulli kuchi bilan ko'tarilib oladi-da. Bu yoq uydagilarni Amerikaga yuborib, mehnat ham qilish kerak edi aka, ozgina. Netomasmi salgina? Oshira olmayapsizmi? Ha, Qanday bu? Chestdan ketib qanday ota-ona bir bola netomasmi? yo, o'zi boya gaplashdik-ku shuni. Nimani gaplashdik? Nimani gaplashdik? Nimani gaplashdik? Nimani gaplashdik? Nima bo'layapti? Nima bo'lishi kerak? Chestdan ketib ota-ona bir bola zo'rmi shu o'tirg'izib olib mamnun qilib? Ha, farqi yo'q, xohlasangiz gaplashaveramiz. Yedimi yo'qmi? Ha? Shunday bo'ladi. Chiqarib olaman. Ha. Yaxshi. Shunday. Qachon bir solni konsert qo'yasiz? Nasib. Yo, hazillari bor hali. Samo Show brendda 4 ta xonanda bor, bilasizlar? Bittasi vokal aytadi, bittasi shashmaqom. Suhrobni nimaga olgansizlar desanglar, ana bir kishi bo'lish kerak-ku. Tur uka suvga chiqib ket deydi-ku. O'sha bolada bu kishi. Kuchliroq tayyorlansam bo'lmasmidi? Hamma gruppada misol uchun qobiliyatiga qarab jamoaga olinadi-ku, qanaqa qobiliyatlaring bor uka deydi, eshitib ko'rib oladi. Suhrob qanday kelib qolgan Samo Show brendda deganinglarga, mana Farruh aka, Farhod aka, Elyor aka o'tirgan vaqtda Suhrob akalar, iltimos vlajni olinglar deb kelgan. Keyin Elyor aka mehribonki, aka uka, isming nima degan? Temur degan. Bo'ldi, bugundan boshlab Suhrobsan, qo'shiq aytasan degan. Suhrob Ozodbek Nazarbekovni o'zini ustozi deb biladi. Ozodbek Nazarbekovga juda ham taqlid qiladi, harakat qiladi shunga odamga o'xshashga. Yaqinda Ozodbekni oldiga ham bordi-da, aka dedi, men sizga o'xshashga harakat qilyapman. Iltimos og'zimga tupurib qo'ying dedi. Keyin Ozodbek akam, gap yo'q, tupurish bo'lsa tupurib qo'yaveraman dedi-da. Bitta qo'shiq aytib ko'rib-chi dedi. Keyin aytgandan keyin bitta ayting-da ana buni. Nima? Murcha gazetmi, nima edi? Mana dupar gazet, chi gazet, murcha gazet. Mana dupar gazet, chi gazet, murcha gazet. Shuni eshitdi-da, uka dedi, ovozingga ham dedi. O'zingga ham tupurdim dedi. Bo'sh vaqtim telefondan tupurib qo'yaman dedi. Shuncha nima deydi, Suhrobni uncha gapiryapsan, plus tarafi yo'qmi deyishlar mumkin. Plusi bor, faqat davlenasida. Men yoshligim Suhrobni qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganda, to'g'risi. Kichkinaligimdan Suhrobni eshitib, shunaqa chiroyli bolaligim o'tgani uchun Suhrobga rahmat aytmoqchiman, to'g'risi. Rahmat. To'g'ri, mana, to'g'ri bu hazil o'tgan safar ham urding deyishinglar mumkin. Mehnat qilishga arzimat ijodingiz aka. Rahmat. Sog' bo'ling. Ijodingizga omad aka, rahmat. Charchamang. Men ijodingizga omad deya olmayman. Boshlasangiz aytishim mumkin. Rahmat. Keyingi safar sahnalashtirgan narsalarni menga ham aytib qo'yinglar. Men ham janjallashyapsiz deb o'yladim, lekin rostda to'g'risi. Ayting. Ijodingga tupurgan joyim bor-ku, lekin janjal qilmanglar demoqchi edim-da shu yerda. Hazil endi. Endi seriozno olib ana bir chiqib nima deyapsiz? Brat deb chiqyapti-da, ana birdaniga. Demak, do'stlar, biz davom etamiz va navbatdagi komikimizni Badiiy san'at markaziga joylaymiz va bu komikimiz ayndaqalarda mana shu zalimizda o'tirmasdan, "Ey Xudo, qanday bo'lar ekan? Odamlar kularmikan, yo'qmi?" deb kameralarda to'g'rilab yurgan Mr. Ostonov, Alisher aka, bizga biroz olqishlar bilan. Ha, aytgancha, bu odam komiklik ham qilib turadi. Любой ish qiladi, aytib qo'yaman. To'yga ketsang fotografiya qiladi, kamerachilik qiladi, любой ish qiladi, blogerlik qiladi. Orada mana stand-up'lik ham qilib turadi, mana ora-orada. Shunday Alisher aka, xush kelibsiz. Birinchisi debyut. Zo'r. Bitta gulroz olishlar bilan qo'llab-quvvatlab turinglar mana shu insonni. Marhamat. Hammaga salom. Meni ismim Alisher. Uydagilarim meni Alisher deb nom qo'yishgan, ism qo'yishgan, to есть
Bilmayman nimaga. Alisher Navoiyga o'xshayotgan joyim yo'q. Alisher Navoiy masalan 6 yoshda arab tili bilan fors tilini yodlagan bo'lsa, men 6 yoshimda taxminan garshokdan turishni o'rganganman-da. Da. Hozir sizlar bilan muammolar haqida gaplashamiz. Muammoni yoqimlisi bo'ladi, bir yoqimsiz muammo bo'ladi-da. Mana masalan Ulug'bek. Siz aylanishga chiqdingiz, mana blogerlar, mana chiqdingiz. Qanaqa muammo bo'ldi? Muammo siz hech qachon pul yo'q odam bilan o'ynashib ko'rgan? Yo'q, qarang. Mana boya Farruh aka aytdilarki, 15 soatmi shuncha aeroportda qolib ketdik, zadержка bo'lib dedi-da. Mana bu muammo, to'g'rimi? Bu yoqimli muammo-da bu. Tushunyapsizlarmi? Biz aylanishga chiqqanda bu kishi aylanishga borib, zadержка qolib ketgan, u yana haligi Turkiyadamidi? Turkiyada qolib ketganda, ko'ryapsizlarmi? Qanday yoqimli muammo bu. Endi yoqimsiz muammo haqida gaplashamiz. Mana misolcha oramizda studentlar bormi? Kim kontraktini to'lay olmagan yoki kvartirasiga pul topolmayotganlar bormi? Vot, abro topolyapti ekan. Mana bu yoqimsiz muammo-da bu. Chunki yoqimli muammo bilan yoqimsiz muammoning farqi mana shunda bo'lar ekan. Men o'zim oliy ma'lumotli operatorman. Men bu kishi aytdi-ku, birinchi kurs ekan, institutda o'qiyapman dedi. Hamma katta odam bo'lmaydi haqiqatdan. Men misol uchun selxozda bilan 4 yil o'qiganman. Men ham katta odam bo'laman deb o'yladim. Oliy ma'lumotli operator bo'ldim. Hozir libo ishni qilaman. Misol uchun yigit kishiga 40 hunar oz deydi. U yigit kishiga 40 hunar oz degan maqol bu men uchun aytilgan menimcha. Chunki fotograf ham qilaman, montajyor va bloger. Men hozir stand-upga ham chiqib o'tiribman. O'zi shu bekorchilar shunday bo'ladi. Da. Endi men turistik firmada ham ishlayman. Bizlar chetdan odam qabul qilamiz. Bir kuni bitta turist kelgan, o'zi bilan 5 ta kuchuk olib kelganda, bu aytayapti. Mana bu 5 ta kuchuk 10 ta davlatga borgan deyapti-da. Men qarab o'tiribman-da, men 34 ga kiryapman, lekin hali bironta davlatga chiqqanim yo'q-da men. Men bu oyga opaga qarayapman-da, opa, shu 6-kuchuk kerak emasmi sizga? Mabodo olib ketsangiz, mana bir aylanib kelardim xatyabi. Men lekin 34 ga kirib, men kuchukka havas qilaman deb o'ylamadim-da. Bizi ishimizda, misol uchun operatorlikda masalan kelin kuyov to'yi bo'ladi. Kelin kuyov to'yi bo'lgandan keyin hamma unga baxtli aytdi, baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar. Ular ovqatini yeydi chiqib ketadi, ertasiga esda chiqib ketadi. Lekin videochilar prям bor-ku, ular duo qilishadi-da. Mana shu 1 oymi, 2 oymi to'y chiqquncha duo qilishadi. Sababi pulni ola olmagan bo'ladi. U ajrashib ketmasa, iloyim pulimni olib olay deydi-da. Shunaqa vaziyat bo'lgan. Bir kuni to'y bo'ldi, to'y o'tgan. Bu yerda hamma narsani bitirish kerak, keyin pulni olish kerak. Bir kuni 1 oydan keyin to'y chiqdi, telefon qilib, aka, to'yingizni olmaysiz, qanaqa to'y deyapti. Siz to'yingiz bo'lgan. Aka, biz ajrashib ketdik deyapti. Puli-chi desam, keyingi safar uylangan paytda bitta qilib beramanmasin deyapti-da. Oldinlari yo'qchilik bo'lgan deyshadi-da. Yo'qchilik bizda ko'proq bilingan bo'lsa kerak. Men yoshligimda hamma bola kasha ichsa, yana qanaqadir manikupa shunaqa narsalar ichsa, men taxminan qotgan nonni shimganman. Sababi yo'qchilik shunchalik kuchli bo'lgan. Даже ota-onam ekonom qilish maqsadida meni bitta katta akam fevral oyining 1-sida tug'ilgan. Ota-onam shuni mo'ljallab qolgan 2 ta bolani ham fevral oyiga to'g'irlagan-da. Shu ekonom bo'lishi uchun-da shunchalik. Eng alam qiladigan joyi tug'ilgan kunga keladigan odamlar faqat bitta odam tug'ilgan kuniga keladi, 3 ta odam tug'ilgan kuni bo'ladi. Men har yili tug'ilgan kunimda padarka olish kutardim, faqat akam olardi-da. Alam qiladigan joyi mana shunda-da. Da, hammaga rahmat. Menda hozircha shu edi. Keyingi safar xudo xolos zo'r bo'ladi. Tashakkur, kadigan rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kelib turing. Iloyim siz ham xonadoningizda mana shunday chiroyli to'y tantanalar bo'lishini yaratgan ekan, o'z nasibi ro'za aylasin deydi.
Demak, do'stlar, davom etamiz. Ko'ngilni cho'ktirmaymiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi hali oldinda va biz navbatdagi komikimizni sahnaga taklif qilamiz. Javohir Pistonchiyev, guldiroz olqishlar bilan. O'sha mashhur bankirimiz, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Javohir. Disclaimer, mahalla raisi ruxsat bermagan so'zlar ham bor. Shu uchun oldindan aytib qo'yay deyapman. Bugun o'zi to'g'risi konsertga kelmoqchi emasdim, hech narsam tayyor emas edi. Shu darajada umidim so'ngandi, lekin Suhrob akani kelishini eshitib, sal bo'lsa ham ko'nglim ko'tarildi. Rahmat aka, yolg'iz emas ekanman. Xo'p, to'g'risi shu yaqinda bo'lgan narsalarni aytaman. Ikkita narsa juda ham meni ta'sirlantirdi. Haqiqatdan yig'lashimga sabab bo'ldi. Bittasi yaqinda Ummon so'nggi bordigan konserti. Hech kim Instagramga qo'ymadi. Zakriti bo'ldimi bilmayman. Ko'rganim yo'q Ummon konsert bo'lgan. Ikkinchisi Arsenal chempion bo'lgani. 22 yil deganda Sherzdaga men muncha bola edimda. O'sha muncha bolam bor. 22 yillik 22 yillik an'anani buzibdi. Hurmat qildim Arsenalda chempion bo'lganiga. Ozgina meni ham hissam bo'ldi. Chunki u baqir chaqirlardi, biz ham qiluvdik nimada televizor orqasida o'tirib. Endi u bolalikdagi orzular hammada bo'ladi. To'g'risi bolalikda har xil maqsadlar qo'yadi bolalar. Mana ayniqsa kimdir mana Ford mashinasiga, kimdir BMW Mercedes mashinasiga qiziqadi. Meni ham o'sha orzularimdan bittasi amalga oshdi. Tabriklasangiz bo'ladi. Mercedes oldim. No. Ozgina kichkina ekan, razmer. Mayli. Bolalikda bunaqa orzulardan ko'p bo'lgan, to'g'risi, lekin bolaligimdagi eng yodda qolgan xotira bu jannat ayollarni, ya'ni onalarimiz oyoq ostida deydi-ku. Prem men ko'rganman o'sha jannatni. Maktabdan kuchukdek bo'lib, rasvo kiyimda kelgandim. Prem uchib keldi-da o'sha jannat, prem chap tomonimdan tovonni tagidan ko'rindi menga o'sha payti. O'shanda men juda ham xursand bo'lganman. Rahmat onajon, boringizga shukr. Ko'rayotgan bo'lsangiz yoshlardan chiqadi. To'g'risi maktab payti bu juda ham nerealniy ishlar qilganmiz. Hozir o'ylasak kallaga kelmaydi. Maktab payti oxirgi soat jismoniy tarbiya bo'ladi-ku, 6-5-soatli. Keyin majbur bo'lganmiz o'sha triko uni ustidan shimni kiyib, dakansa ko'tarib, remenni bo'ylab 3 marta keyin uyga ketgandik. Avtobusga chiqib bo'lib, tushadigan joyimizga yaqin qolganda, "Meni pulim mana trikom kissasida edi-ku." Deb kallaga tepadi-ku. Avtobuschi ham to'xtagan vaziyatda ana shimni orasiga remendan o'tkazib, qo'lni tiqib, trikoni zamogini yechib, ana pulni olib, u pul mers oralab chiqib kelib. U oralab chiqib kelib, ana shilta pulni ana konduktorga ana avtobuschiga bergan paytingiz, "Ukajon yosh bola ekansan, tushaver" degan payt alam qiladi-da. To'g'risi alam qilib ketgan. Lekin to'g'risi men hozir maktab paytini aytdim, qiziq voqealarni aytdim. Hozir lekin dani moment o'zimni hayotimga o'zim qiziqmay qoldim-da. G'ulom aka. O'zim qiziqmay qoldim, aziz. To'g'risi chunki mendan ham qiziq. Meni ertaga nima yeyishim, men kecha nima yeganim esimda yo'q, lekin hozir Dilbar bilan Yulduz bor-ku hozir, opa-singillar chiqyapti. Valajniga cho'milib yurganlar. Ana shularni topay, ana Uchonukka cho'milib turaman. Ana shularning hayoti menikidan ham qiziq bo'lib qoldi. O'zimning hayotim o'zimga qiziqmasa, shular ertaga nima yeydi, ana ro'zg'orda nima bor, xalq nima poddeshka qilyapti, qiziq bo'lib qoldi shular, tavba qildim. Shular даже reklama olyapti. Gap yo'q. To'g'risi, endi o'zim shaxsiy, ya'ni ishxonadan kelib chiqadigan bo'lsam, ishxonadagilar ham o'tiribdi, bir ikkitasi. Xalqni pulga chorlaydi. Yo'q, siz adashdingiz.
Chiqqaningizdan keyin sizni ham qullikka chorlaymiz. To'g'risi ishxona rasmiy joy, juda ham rasmiy joy. Bilasizmi, agar ishxonangizdagi odamni boshqa joyda ko'rsangiz, spa salonda, massajda ko'rib qolsangiz, siz chiqayotgan paytingiz u kelayotgan bo'lsa, bir-birlaringga qarab, keyin zametka bo'ladi. Ertasi kuni ishxonada ko'rasizlar bir-birlaringni. Salom alik bo'ladi, lekin qo'l berilmaydi bir-biriga. Chunki siz kecha nima bo'lganini bilasiz. Siz u ishni qilgansiz. Sizdan keyin kelgan u ham shu ishni qilgan. Bir-birlaringga taka, yaxshimisiz? Salom. Yaxshimisiz? Bo'ldi. Ortiqcha boshqa qo'l berib quchoqlash, u oldingidek boja-bojani, kuch-kuchni deganlarda unaqa narsa yo'q. Men Instagram haqida bekorga gapirmadim. Blogerlar ko'payib ketdi, reklama. Blogerlar, ne только blogerlar hozir nima pomidor bilan bodring bir-biriga xiyonat qilyapti? Men shunga tushunmadim. Gapirib chiqyapti. O'zi bitta shu hammani gapirtirib, искусственный intellekt hammani gapirtiryapti-da oxirgi vaqtda. Bitta gapirmagan shu gemoroy qoluvdi. Shu u ham gapirib chiqdi. Sizda bormi dedi. Sizda bormi deyapti. Ana Reelsdan chiqyapti-da takoy. Maniki unga atvet qaytaryapti. Ha, bor deyapti. Aziz. Bobur aka rostdan atvet qaytaryapti-da. Boshdan o'tganmi demak-ki? Qaytaryapti. Men takoy, yo'q, sizlar gapirdi demanglar, 3 marta san chiqib berdi-da u. Keyin mayli gapirgani, mayli u har xil narsani gapirtiryapti. Lekin hozir Instagramga gapirib bo'lmay qoldi. Yonida telefonni gapirsangiz, telefonlar kelib chiqadi, mashinani gapirsangiz, mashina, nima haqida gapirsangiz Instagram sirasi rekta chiqadi. O'sha so'rasangiz, men Bobojonuz kanaliga murojaat qilgandim. Menga bir 34 yoshli onaxonni to'g'rilab qo'yishdi, rahmat deydi. U hamma narsa bor. Desa chiqib ketib, ziba qildi shular, dalbanlar deb chiqib ketib, keyingi Reelsga o'tkazaman desangiz, Qashqadaryoliklar kelib chiqadi. Jang so'raydi. Octagon Liga deydi. Hamma shu Octagon Ligaga jang so'rab, oxiri ko'tarilib ketdi. Qashqadaryolik, Abror, uzr uka. Yo, o'zi to'g'risida hozir Chelsidan ketib so'kishni o'rniga Qashqadaryoliksan desangiz bo'ldi. O'zini o'zi ko'mib qo'yapti-da, Qashqadaryolikman deb. Rahmat, sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida hozir chiqmasam bo'lmaydi. Bekorga gemoroyda eslamadim. Sog' bo'linglar. Johir, kattagon rahmat. Nuriyaga maza qildi. Imino ular gemoroy haqida aytilgan hozir aka o'rningizdan turib qolsangiz, nima bunaqasiga? Gemoroylar mesa boy gapirib ketdi. Sizni gemoroyingiz mana bunaqa qilib kulyapti mana ikkalasini-da. Yo'q, aka, maza qilib tursiz, mana bunaqa qarsak chaldingiz-ku. Maza qildi ekan aka. Yo'q, hali yo'q. Bo'lmasin ham aka, bo'lmasin. Вообще qiynalasiz aka, to'g'risi rosti. No, серьезно. Aka, gemoroy tabiiy holat aka, u hammada bo'ladi. Hammada bo'ladi. Bir kun kelib kelib hammada bo'ladi. Bir kun kelib hammani tashlab ham ketadi lekin aka. Demak, dumoga taqdirda ham biz bugungi konsertimizni mana shu joyda o'z yakuniga yetkazamiz. Bugun bizni hurmat qilib, mana shu komiklarimiz hurmat qilib, mana shu yerga yig'ilgan barcha muxlislarimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Bitta guldiroz olqishinglar o'zinglar uchun do'stlar. Kattagon rahmat. Bu stand-up ko'rsatuvi 2-soni o'z nihoyasiga yetdi va biz bir haftadan so'ng sizlarni yana mana shu ajoyib koshonada stand-up. Bu stand-up ko'rsatuvining 3-sonida ko'rishgunda, uchrashguncha deb qolamiz. Ko'rishgunda. La bo'lib ketyapti.